Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, chorvadorlar, mening kanalimni kuzatib borayotgan yaxshi insonlar. Ana shu videolarimni kommentariyalariga sigirning keyingi holatini ham bir ko'rsating deb ko'p odamlar kommentariyalarda yozishyapti. Afsuski sigirimizni saqlab qola olmadik. Chunki sigirimizni mana shu ichidagi dardi o'tib ketgan, ichi ancha shikastlangan ekan. 5 ta 6 ta doktorga ko'rsatdim, olib kelib tuzalib ketar degan umid bilan shu ichidagi simni ham oldik. Qancha harakat qildik. 10 kun, 15 kunga yaqin harakat qilindi. Xudoyim bitta sabab berib qolar, yaxshi bo'lib ketar degan umid bilan uncha harakat qilindi, baribir bo'lmadi. Mana buzoqchasi. Buzoqchasini endi shu onasi kasal payti bir hafta 10 kun oshiqroq qiynaldi sutga, chunki qorni to'ymadi. Bizlar ham hech narsa yedira olmadik, chunki 20 kunlik edi. Onasi shunday kasal bo'lgan payti. Hozir qiynalgani yo'q. Allohga ming qatla shukr. Mana bu sigirimiz emizib o'rgatyapman hozir bir haftadan beri, onasi ketgandan beri shunaqa emadi. Mana bu sigirimizni mana kecha olib keldim bozordan. Buni ham ichi bo'g'oz. Kecha egasi 5 oylik deb berdi. Kecha keyin kelib doktor chaqirtirdim-da tekshirtirdim. Bitta doktor 2 oylik dedi, bittasi 3 oylik dedi. Mayli nima bo'lsa ham suti bor ekan. Ana shu uchun mana shu buzoqchaga olib keldik hozir. Bunda 2 ta onasi bor endi. Onasidan ajralgan bo'lsa ham endi hozir 2 ta onasi bo'ldi buning. Hozir ikkovini ham emadi. Mana kecha obedda olib kelgan bo'lsam, mana hozir shuni ham emyapti. Suti yaxshi. Xudo xolasa ana shu ikkitasini emizib katta qilamiz buzoqchasini. Onasining yo'qligini bildirmay. Onasi ham esidan chiqib qoldi. Chiqilib. Hozir bular emizmaydi, o'zi ip bilan, rimen bilan, ana yerda rimenim bor, oyoqdan tortib, kallasini ham bog'lab, ana shuna qilib o'zi to'yguncha emadi. Endi baribir o'zining bolasi emas, yoniga kelsa uradi, tepadi, bola faqir. Shuna qilib hayot uchun kurashib kelibdi. Nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Endi bu sigirlarimizga gidroponikam bor. Xudo xolasa ana endi kuniga 2 mahal gidroponika beraman. 2 sigirga sutini ko'paytiradi. Nasib bo'lsa. Hozir buzoqchamiz emishida shu har kunda mendan yordam so'rab o'tiradi ana shunday. Mana hozir ip olib o'taman. Chunki ana shu yerda 2 ta sigirimiz bor. 2 ta sigirimiz ham emizmaydi. Ana shu ip bilan, ana shu arqon bilan oyog'ini bo'ylab mana shu buzoqchamizni emizamiz. Sigirlarimiz baribir o'z bolasi bo'lmagandan keyin olmay o'tiribdi. Kunda ana shu 3 mahal, 4 mahal. Bak. Kel. Yo'q. Mana shu ipi biladi bu. İp oyog'iga tashladim, sirazi hujumga o'tadi. Dur. Mana hozir ana ikkinchi sigirimiz ham buzoqchamiz ana shu holatda emadi.
oyog'idan ip bog'lab, tortib, to'xtab ezdiramiz endi. O'rganib qolar, o'rganmasa ham 3 oy, 4 oy emizamiz shunday. Ana bu sigirimiz hozir emi bo'ldi. Endi mana bu kecha bozordan olib kelgan sigirimizni sütü bor. Endi buni emizamiz. Buzoqchamiz. Mening ikkita onam bor, bir-biridan mehribon deb. Buning onasi mehribon emas ikkovi ham. Ikkita onasi bor, lekin ana shunday oyog'idan ip bilan bog'lab turib tortib to'xtamasa tepadi. Tumshug'iga tepadi o'zi ham. Dur. Hav. Şu yerden shoxidan tortib yog'in kallasini ham tortib bog'layman, bu yog'ini oyog'idan bog'layman, ish qilib shuni o'rgatmasak bo'lmaydi. Bunda buzoqchamiz sütsiz, onasiz o'sishga majbur bo'ladi. Shuning uchun buni har qanday sharoitda ham o'rgatamiz. O'rgatmasak iloji yo'q buning. Ana bu sigirimiz qarib o'rganaverdi. Yolg'ondan oyog'iga ip tashlasak ham goh payti yomonlik etib tepadi, goh payti emizadi. Oyog'iga yolg'ondan ip tashlab qo'yaman, bunda tortib to'xtamasam ham goh payti goh-gohida emizadi. Buni ham o'rgatib olamiz sekin-sekin. Ana buzoqchamiz ham qorin to'ydi. Mana shu ikkita onasini yemdi. Ikkita onasini yemib kaypichoq zaftirik zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshi. Endi emizmaydi. Endi tepadi. Ana shu ikkita sigirimizga sutini ko'paytirish uchun gidroponikani yo'lga qo'ydim yana. Kanalimni kuzatganlar bo'lsa bilishadi, men gidroponika ham bor. Ashmolxonaning ichidan gidroponika qilganman. Kichkinagina xonacha. Mana bug'doy kecha ezib qo'ygan bug'doyim. Endi buni ana shu qopchaga solib, mana yonida to'xtatib, ana shu qopchaga solib gidroponikada ko'kartiramiz. Mana ko'kartirganlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana gidroponikamiz ishlayapti. Mana pechkamiz. Temperaturasi mana 18 gradus ichkari. Mana bug'doylarimiz ko'kargan, xudo xolasa. Endi mana bu sigirlarimizga beramiz endi. Ana shu buzoqchamiz katta bo'lish uchun, sutini ko'payish uchun ana shu gidroponikani mana hozir mana shu 6-kun. Buni endi nasib bo'lsa, hozir endi bitta sigir bo'lgani uchun 2 kilogramdan bug'doy ezganman. Mana bu 6-kun, bu 5-kun bo'lyapti. Bunisi 4-kun bo'lyapti. Shunaqa. Endi mana shuni hozir o'zi bitta sigirimga yarmini
ertalab yarmini kechki payt beraman deb rasxod qilib qo'ydim. Hozir endi sigirimiz 2 ta bo'ldi. Shuning o'zini bir mahalga beraman endi buni. Buni bir mahalga beraman. Endi 2 kilogram emas, 4 kilogram, 5 kilogram bug'doy yezaman-da. Bir kuniga bu mana buzoqchamizning tez o'sishida juda katta rol o'ynaydi gidroponika, chunki bu vitamin tarkibi juda, mana internetdan gidroponika haqida ma'lumot izlab ko'rsangizlar, buni qanchalik ayniqsa buzoqchalarga qanchalik foydasi borligini internetda juda ko'p ma'lumotlar bor. Men ham shu internetdan olib o'rganganman shuni. Mana qish faslida, mana fevral oyida mana shu narsani sigirlarimiz yesa foydasi bor albatta. Shuni imkoniyati bor chorvadorlarimiz bo'lsa, shuni tavsiya beraman shuni. Men chunki mana shu yil 2-3 oydan beri shu narsadan foydalanaman. Juda samarasi yaxshi. Endi o'rtada mana sigirimiz kasal bo'lib qoldi. Bir 10 kun, 15 kun shu bilan avora bo'lib qoldim. Bu narsalarga to'g'risi vaqtim ham bo'lmadi. Endi mana hozir bir hafta bo'ldi. Yana yo'lga qo'yib, mana shu sigirlarimizni Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, nasib bo'lsa. Buni har kim o'zi uy sharoitida ham qilsa bo'ladi. Uy sharoitida faqat bunga hozir nimalar zarurligini aytib o'taman qisqacha. Birinchi navbatda mana shunday temperatura bir xil me'yorda bo'lishi kerak. Birinchi 16-15 gradusdan 20 gradus oralig'ida bo'lishi kerak. Bu birinchisi. Eng zarur bo'ladigan narsa shu termostat qo'yilgan, bir xil temperatura, termostat qo'yilmagan bo'lsa ham bir xil temperaturada turadigan xonacha kerak. Ikkinchisi ham mana shunday idish kerak, plastmassaviy. Plastmassa bug'doy yoyish uchun idish kerak. Chunki temir bo'lmaydi, temir korroziya bo'ladi, zanglaydi, chiriydi. Chunki 24 soat nam bo'ladi, shuning uchun temir bo'lmaydi. Bunga faqat plastmassa material bo'lsa, dolga ishlaydi, juda ko'p vaqt ketadi. Uchinchisi, mana shunday bitta led lampa, yorug'lik kerak. Led lampa bo'ladimi? Nima bo'lsa ham yorug'lik kerak. Uchinchi navbatda yorug'lik. Kanalizatsiya, suv chiqib ketish uchun kanalizatsiya bo'lish kerak. Menda ham kanalizatsiya bor, yer tagiga ko'milgan, chiqib ketadi shunday. Molxonamga. Bo'lmasa, mana uyimizda tagiga lagan qo'yib, laganda kanalizatsiyani laganda olib chiqarib to'ksangiz ham bo'ladi. Agar kam bo'lsa, kam miqdorda, agar sigiringiz bir dona bo'lsa, uyingizda bir katta nima kerak emas. Bu endi bu yerda hozir men bu paddonlarim mening 35 kilogram bug'doyga moslashtirilgan. Mana 7 ta paddonim bor bu yerda, 7 ta paddon. 7 ta paddonga har qaysiga 5 kilodan hisob kitob qilingan. 35 kilogram bug'doy ketadi. Mana shu qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat. Hozir ana shu bug'doyimizni sigirlarimizga beramiz. Shu jarayonni ham kuzatishlaringiz mumkin. Buni oldin bilan o'lchaymiz. O'lchab ana bug'doyimizni ham o'lchadik. 8,5 kilogram. Bu 10 kilo bo'lishi kerak. Aslida yana bir kun to'xtash kerak edi. Men oldim 6 kun bo'lganda hozir sigirlarimga maydalab beraman shuni.
Hozir mana shu 8,5 kilogram gidroponikamizni yarmini bittasiga, yarmini bitta sigirimizga beramiz hozir. Yarmini kesib olamiz. Hozir mana maydalab oldim. Endi mana bu sigirimiz kecha kelganligi uchun hali gidroponika yeb ko'rgani yo'q. O'shaning uchun bunga 1 kilo atrofida beramiz, kamroq beramiz. Hali yeyishi noma'lum. Shuning uchun 1 kilogram atrofida beramiz. Qolgan u sigirimizga beramiz. Bu sigirimiz oldinlari ham ko'p yegan gidroponikani. Qancha bo'lsa yeydi bu. Lekin bu sigirimizda bunisida anig'i yo'q. Buni gidroponika yeyishini aniq bilmayman. Hozir shuning uchun kamgina beramiz hozir. Mana bu sigirimizga ham beramiz 1 kilo atrofida. Hali bu yeb ko'rgani yo'q birinchi marotaba. Gidroponika oqsilga boy. Shu sigirlarimizning 30% gacha suti ko'payadi. Buzoqchamizning o'sishida ham ancha foydasi tegadi, xudo xolasa. Kuniga 5 kilogram atrofida gidroponika yediramiz, xudo xolasa. Ertalab 5 kilogram, kechga 5 kilogram gidroponika beramiz. Uzoqchamiz ham obed bo'ldi hozir. Qorni och qoldi shekilli. Hozir gidroponikani yegandan keyin ikkovini ham oyog'iga yeb tashlab emdiramiz o'jakchani ham. Xudo xolasa bu ham yeb ketdi. Endi bunga ham bersak bo'ladi. Uzoqchamiz ham gidroponikadan yemoqchi shekilli. Yesa zarar qilmaydi. Buning hech qanday zarari yo'q. Shuning bilan efirimni yakunlayman. Agar video manzur kelgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosishingizni so'rayman. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar.